Qadrdonlar, bugun biz chiroyli olyapmiz va shogirdim bilan birinchi syomka darajada. Hozirgi kunda YouTube'ga videolar qo'yib boryapmiz. Sen asli qayerdan tanishtirding o'zingni? Yaxshi. Yaxshi, qaysi qishloqda o'qishlar? O'qishlarda. Xo'p, hozirgi kunda YouTube'da ko'proq ishlaysanmi, Instagramda? Instagramda ko'rishgan, unda xudo xohlasa YouTube'ga o'tamiz. YouTube'ga ham o'tadi. Hurmatli tomoshabinlar, hozirgi kunda qisqacha kadr olyapmiz. O'zini xonadonida keldik, mehmon bo'lib, bu ham bir oddiy yigit. Noldan ko'tarishga qadishyapti turasiz, layklarni bosib. Tomoshabinlarga va yangi obuna bo'ladiganlarga nima deymiz? Obuna bo'lishni unutmang. Suroch akaga, Nurtakaga, Abdushik Va menga. va menga. Rahmat. Bu o'zingda videong YouTube kanalingda ko'proq nimalarni qo'yasan? Tomoshabinlarga qiziq. Uyda qo'yamiz, xudo xohlasa. Keyin Piyanka bozorlari ham bor. bozorlar ham bor. Piyankada shu mol bozor deysanmi, tovuq bozor deysanmi, narxlarimi, pomidor, bodring hammasini qo'yib bizlarga ilgi qiziq bu. Nega? YouTube'da kanalga obuna bo'lib, layklarni bosib turasiz. O'zim shaxsan shogirdim. Instagramda. Shunga Instagram nima deb chiqadi? Omonburg vaqtida chiqadi Instagramda. O'zing Instagram. YouTube'dan Ahmad Studio deb chiqadi. Rahmat studiya. Rahmat. Shu mana bizlarga qiziqib, Surosudagi qiziqib ochyapti ekan, Shing'oma jiyanjon. Salomat bo'ling. Oddiygina yigit va xonadoniga kelganmiz. Ko'tarishga padisha qiling, tomoshabinlar. Bizdiki jitu, ulardiki tirsuv. Bu angime blay goy. Jat nemese bye bye. Sözleringiz say boy. Zat delinse